Assalomu opajon, tuzimizni tinchlikmidi? Nima bo'ldi, opajon? Shu YouTube'da ko'rib qoldim. Xo'p. Yordam berayotgan ekansiz. O'zi har doim so'rab kelardim, ish qilib non puli, ish qilib bir narsalar berardinglar, rahmat. Men shu ro'zg'ordan ancha qiynalib qoldim. Xo'p. Shu men mana shu turaman, shu fuqarosiman. Qaysi anaqa mahallada? Yonariq fuqaro Said Mahmudov Zuhurman. Ha. Shu Ilonli uyda turaman. Shu ozgina yordam so'rab keldim endi. Xo'p, mayli, anaqa Xudo qo'lidan kelgancha Ramazon muborak bo'lsin. Bizlarni saxiy kunlarimiz, saxiy oylarimiz, Ramazon laylat qadrini kutib turibmiz. Odamlar tashlab ketyapti, beringlar, ehson deb, bizdan etmaysiz degan mayli duo qilsiz bo'lsin deyapti. Shuning uchun mayli sizga nasib qilgan ekan. Mana bu yerda tekshirib o'ring, anaqa non guruchda bor mana shu anaqa qiling mana. Qani, non nima? Eti. Yo'q, kachishga tegida guruch bor ekan. Mana Bo'ldi. Ana shuning uchun bu ikkitadan kelsa bittasiga odam uyaldi, anaqa domletlarga bitta berib beramiz, ikkita qilib bera qoling deyishdi. Shunga odamlar shunaqa qilib bera qolamiz-da. Rozi bu tani sog' bo'lsin. Bizlar laylatga muborak bo'lsin. Mana Xudo xatm Qur'on qilishyapti. Bu qora akalarni duo qilasizlar, Xudo xolasa. Masjid imomini duo qilasizlar. Qavmni duo qilasiz, Xudo xolasa. Opajon, bir duo qilib o'zingiz qandilingizdan chiqarib. lekin yangi domla keldi, mendan rahmat ish qilib hech qachon meni quruq qaytarmanglar. Jumsi 100 ming bo'lsa ham, non puli bo'lsa ham beradilar. Rahmat sizlarga. Xo'p, duo qilamiz opajon. Yaxshi bo'lib ketdi. Rahmat. Allohning tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Ehson qilganlarni martabasi undan ham ulug' bo'lsin. Sizlarga ham tan joninglar sog' bo'lsin. Shu yerda yordam berib, bizga o'xshaganlarga yordam berayotganlarga kattakon rahmat. Xudodan qaytsin, ishqilib. Xudo qo'llar ham tan jonlari sog' bo'lsin. Bizga o'xshaganlarni o'ylayotganinglar uchun kattakon rahmat. Amin. Alloh rahmat. Siz rozi bo'ling opajon. Anaqa og'irlik qilmay ko'tarib ketasizmi bemalol? Ha, rahmat. Mana oling ikkasini, tanishsizmi? Ha, ikkita dedim-ku. Rahmat kattakon. Bittasiga endi uyaldilar, bittasini berishga endi bittadan qotdi. Oling. Ikkita anchaga yetadigan menga. Duo qilsangiz bo'ldi. Mana shu masjidlar anaqasini qavm bilan duo qiling, mayli, tanish sog'miz, kammi. Qo'limdan kelganicha borida beramiz. Yo'q bo'lsa, uzr. Meni YouTube'ga chiqarganim uchun buni eshitib kelib qoldim. YouTube'da keldi, YouTube'da ko'rib qoldingizmi? Ha, qizim ko'rib qoldi. Ona lekin qizim ancha hozir qiynalib qoldik-da. Ish bo'lsin. Anaqada ishlaydi, hozir ishi yo'q endi hozir. Ish bo'lsin, bersin, mayli. Xitob ketarasizmi o'zingiz? Ha, rahmat. Mayli, xo'p, salomat, yaxshi yuring, xo'p, salom, umringiz uzoq bo'lsin, xo'p. Mayli, tanish sog' bo'lsin, duo qilsangiz bo'ldi, sizlarni anaqada. Xo'p. Mayli, salomat bo'ling, xo'p.